Sakina. Muallif Shamsinur. Dunyoda turfa taqdirlar bor. Har xil odamlar bor. Bu galgi hikoyam achchiq taqdir egasi haqida. 100% real hayotdan olingan bo'lib, oldindan ogohlantiraman. Yuragi boshlar, eshitmay qo'ya qoling. Buni yozishimdan maqsad esa shundoq ham 5 kunlik hayotimizni battar qiyinlashtirmaylik. Har narsadan baxt izlab, insonlarga faqat va faqat yaxshilik ulashaylik. Mirjon akaning 2 o'g'il, 2 qiz farzandi bor. U el yurt ichida juda obro'ga ega. Xotini bilan 27 yildan beri tinch totuv yashab keladi. Farzandlari ham hammasi o'qimishli, tarbiyali, ko'rgan odamni havasini keltiradigan bolalar bo'lib ulg'ayishdi. Mirjon aka maktabda jismoniy tarbiya darsidan saboq beradi. Xotini esa shu maktabning mehnat fani o'qituvchisi. 2 o'g'ilni uylantirib, uyli joyli qilishdi. Katta o'g'illari Mirxon ko'chib chiqqach buxgalteriya sohasida ishlaydi. Ikkinchi o'g'il Mirabror esa 2 yil bo'ldi uylanganida, u ham ota izidan ketib jismoniy tarbiyadan institutda dars beradi. 3-chi qizlari Mahliyo 3 oy oldin turmushga chiqqanda, u ham bog'chada tarbiyachi bo'lib ishlaydi. Kenja qiz Matluba esa hali endigina 11-sinfni tugatdi. Xullas, bir so'z bilan aytganda, bu oilaga hammaning havasi keladi. Hali yosh bo'lsa-da Matlubani kelin qilaman deganlarning sanog'i yo'q. Mirjon aka esa hali beri kichik qizini uzatishni o'ylaganicha yo'q. Mahliyo singari uni ham oliy ma'lumotli qilishni o'ylaydi. Ertaga birovni eshigiga borsa, erni qo'liga qarab qolmaydi degan fikrda edi. Ammo hayot biz xohlaganimizdek davom etmaydi. Mirjon aka juda qattiqqo'l odam edi. Ayniqsa, qizlarning tarbiyasiga juda e'tiborli bo'lib, qizlar hech qachon erkak kishining yuziga tik boqib gapirmasdi. Ana shunday oilada tarbiya topgandi bizning qahramonimiz. Qobil Matlubani 3 yildan beri yoqtirib qolgan. Necha martalab yo'lidan chiqdi. Foyda qilgani ko'kargan yuzlar u musht yegan yelkalar bo'ldi. Mirabror singlisiga ortiqcha gap otganda kovushini to'g'rilab qo'yardi. Tabiatan baquvvat bo'lgan bu yigit ancha munchasini dog'da qoldirardi. Shu sababli ham Matlubaga yurak yutib gap ota oladiganlar hadeganda topilavermasdi. Qobil qishloqning zo'ravoni sanalardi. Mirabrordan kaltak yegan kuni jo'ralari yig'ilib otamlashmoqchi bo'lishgandi. Qobilboy oilaning erka tantiq o'g'li bo'lib bilganini qilib yurardi. Otasi doimo ishda bo'lib o'g'lini nazoratsiz qoldirgandi. Qobil puldan qiynalmay o'sgan. Atrofidagi o'rtoqlari ham uning pullari uchun yuradi desak adashmagan bo'lamiz. Qobil Naba akaning yolg'iz tilab olgan o'g'li edi. O'qishga ham pul bilan kirgan, darslarda ham nomigagina qatnashib yolchitib o'qimaganda. Huquqshunosligi bo'yicha o'qiganda. Otasi uni prokuror yoki advokat qilaman deya umid qilganda. Bu quloqsiz o'g'il esa o'qishni bitirishga bitirdi-yu, hali beri bir ishning boshini tutgani yo'q. Mana, 23 yoshda bo'lsa-da, ko'chada sandiroqlab yurgan. Bugun ham bekorchi do'stlari bilan Komil Cho'loqning choyxonasida o'tirishadigan bo'lishdi. Mirabrordan kaltak yegani yomon bo'ldi-da. Endi do'stlariga kulgu bo'lmasa bo'ldi edi. Ko'zining atrofi ko'm-ko'k bo'lib turibdi. Biroz qaytarmikin deb sovuq suvga sochiqni botirib ko'kargan joyiga bosib turdi. Shu sababli ham bugun o'tirishga kechroq bordi. Borsa, hamma do'stlari yig'ilib bo'lgan. Hamma degani ham 6 kishi. Salim, Xurshid, Dilshod, Tursun, Botir, Zokir. Davra qurib nimanidir qizg'in suhbat qurishayotgan ekanlar. Salomlar, ahli jamoa. O'tirganlar baravariga ovoz kelgan tomonga qarashdi. Kimni ko'ryapman?
Bizni chaqirib qo'yib, o'zing kelmaysanmi deb endi ketmoqchi bo'lib turgandik. Bilasan-ku, doimo kelganman. Qobil, ko'zingga nima qildi? Ha, rostdan nima bo'ldi? Tinchlikmi? O'tirganlar biri qo'yib, biri so'ray ketdi. Tinch, urib oldim. Haliyam yiqilib tushdim demading? Bu Abrorga urib olgan ko'zini. Hamma bir varakayiga kulib yubordi. Qobilni esa jahli chiqib ketdi. Bo'ldi, yig'ishtir og'zingni hammang. Xo'p, bir hazillashdik-da. Qani, nima buyurtma beramiz? Bo'linglar, qornam piyozni po'sti bo'lib ketdi. Kabobda, bu yerda boshqa tuzukroq narsa ham yo'q-ku. Aytunda, bo'la qol. Do'stlar tortishib, talashib ovqatlanish barobarida shayton suvidan hamsib qolishdi. Hamma o'yin kulgu bilan band. Qobil esa bugun yegan kaltagi sabab asabi tarang qanday qilib bo'lmasin, matlubani o'ziniki qilish haqida o'ylardi. Salim Qobilga bir ikki gapirib ko'rdi, ammo Qobil uni eshitmadi. Xayollari boshqa joyda edi. Xurshid Qobilni turtib qo'ydi. Qobil unga nima deganday qaradi. Nimani o'ylab qolding buncha? Bu yerlarda emassan. Xayol yana matlubaga ketdimi deyman. Senga ham qoyil qolmadim, jo'ra. Hamma sharoiting bor. Shartta oldi qoch. Birov mushugingni pisht deya olmaydi. Bu yaqin orada otangni oldiga tushadigan boy yo'q. Nimani buncha o'ylaysan, hayronman. Xurshid, qo'y bunday gaplarni. Qobil biror marta sovchi jo'natdingmi o'zi? Yo'q. Hali maktabni tugatmadi-ku. Sen sovchingni yuboraver. Bersa senday merosxo'rga beradi-da qizini. Boshiga yostiq qilmaydi-ku. Oldin qizni ko'nglini bilchi, balki boshqa sevgani bordir. Og'zingga qarab gapir, Zokir. Uni boshqa sevgani bo'lishi mumkin emas. Agar bitta yarimta bilan gaplashganini bilib qolsam, ikkovini ham so'yib tashlayman. Qobil yonida turgan pichoqni stolga zarb bilan sanchdi. Bo'ldi, og'ayni, hazillashdim. Darrov jahling chiqmasin. Yig'ishtir hammang. Qani oldik. Birin-ketin shishalar bo'shay boshladi. Bunaqa vaqtda doim ularning orasidan bir kishi Dilshod ichmasdi. Ichkilikni umuman og'ziga olmasdi. Do'stlardan ajralmaslik uchun ular bilan birga yurardi. O'tirish oxirida Dilshodning ichmagani juda qo'l kelib qolardi. Bo'lmasa choyxonachi hisobni otni kallasiday narx aytib undirishdan ham qaytmasdi. Dilshod esa hammasini aniq hisoblatib, so'ngra Qobildan pul olib to'lov qilardi. Sezganingizdek, bunaqa o'tirish, ziyofatlar doimo Qobilning bo'ynida bo'lardi. Shuning uchun ham uning kelmay qo'yishiga yo'l qo'yishmasdi. Ziyofat tugagach, Dilshod Qobilning mashinasida juda mast bo'lib qolganlarni olib borib qo'yar. Qolganlar uy-uylariga piyoda tarqalishardi. Mobil telefonlar endi ommalashayotgan vaqtlar bo'lganiga ko'pchilikda bu matoqdan yo'q edi. Do'stlar orasida ham Qobilda bo'lib, Dilshodga ham Qobilning o'zi sovg'a qilgandi. Dilshod Qobil bilan deyarli qo'shni. Uni uyiga olib borib, mashinasini ichkariga kiritib, Qobilni Yorqin opaga topshirdi-yu, o'zi uyga qaytdi. Matlubada asli Dilshodning ham ko'ngli bor, ammo Qobildan o'tib hislarni yuzaga chiqara olmaydi. Bugun ham do'stining Mirabrordan kaltak yeganini ko'rib, ichida sevingan bo'lsa-da, sirtiga chiqarmadi. Yorqin opa o'g'lini ustiga ko'rpa yopdi-yu, o'zining yotog'iga ketdi. Eri ishdan juda kech qaytishiga o'rganib qolgan. O'zi esa kibor xonimlardan edi. Bu qishloqda unga yetgulik ayol yo'q. Kiyinishda ham, gapda ham u doimo oldinda. Birov yurak yutib unga ters gapira olmaydi. Qasrdek hovlida mardikor ayol yollab ishlatadi. O'zi esa qo'lini sovuq suvga ham urmaydi. Go'zallik salonlari-yu, kiyim do'konlarini kezish uning jonidila. Erini ishdan kelishini esa xuddi to'yga ketayotgandek yasanib kutib oladi. Nabaka ham xotinning bunday tovlanib yurishiga qarab unga zoti oliyalari deya nom qo'yib olgan. Bu laqabdan Yorqinoy opa sevinib ketadi. Yana o'ziga oro berishga kirishadi. O'g'li bilan unchalik ishi yo'q. Fikr va xayoli erida. Erni puli ko'p, bir ikkita buzuqlar ilib ketmasin deya joni halak. Shuning uchun ham tinimsiz o'zini tovlash bilan band. Eri ham uyiga dam olishga keladi go'yo.
Ana shunday munosabatlar sabab Qobilni tarbiyasi izdan chiqib ketgan. Ko'chada bilganini qilib yuradi. Hattoki shahardagi domlariga necha marotaba jononlarni olib borgan. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham Matlubani ko'rdi-yu, fikru xayoli qizda bo'lib qoldi. Endigina 18 ga kirgan qiz yigitni o'ziga butkul rom etib qo'ygan. Yana ayniqsa uning tim qora uzun sochlari odamni joniga o't yoqadi. Yuzidagi kulgichi esa Qobilni aqldan ozdiraydi. 18 ga kirgan qizlarni xunagi bo'lmaganidek, Matluba ham shular jumlasiga kirardi. Uning qattiqqo'l ota tarbiyasida o'sgani ham Qobilni o'ziga tortmay qo'ymadi. Qancha qizlarni ko'rdi, bir gap otishida o'zini Qobilga baxshida qilishga da tayyorlari bor. Ammo Qobilga hech kim bilan gaplashmagan pokizasi kerak. Matluba esa hamma talablariga javob beradi. Mana, onasi qancha vaqtdan beri uylantiray deb boshini og'ritib yuborgan. Bugun erta tongda ham yana eski kaseta aylandi. Qobil, men charchab qolyapman. Tezroq to'yingni ko'rsam deyman. Oyi, hali shoshilmang. Ulfatlaringdan Zokir, Botir, Salim uylanib bo'ldi. Seni ulardan nimang kam? Ko'p bo'lsang ko'pki, kam emassan. Nimani kutyapsan, hayronman. Oyi, boshim og'riyapti. Yana boshlamang. O'rgildim bu boshingdan. Boshlayman-da. Axir 24 yildan beri shu uyda cho'riman. Menga ham rahming kelsin. Oyi, oshirib yubordingiz. Cho'ri olgansiz-ku. Kelinni nima keragi bor sizga? Yuzimga solding. Axiri aytding-da, a? Bo'ldi, men ketdim. Uylanish qochmaydi. Manzurani qizi bilan uchrashib ko'rasammi degandim. Mingtadan qolgan sarqiti o'zingizga suylu. Men onasi o'pmaganiga uylanaman. Dugonangizga ayting. Qizi ersiz qolgan bo'lsa, bozorga olib chiqib kimoshtiga qo'ysin. Qobil shunday degancha eshik tarafga yurdi. Hoy bola, og'zingga qarab gapir. Men aytganimni aytdim. Ko'chada bo'laman. Qobil chiqib ketdi. Onasiga qolsa uni uylantirib qo'ysa-da, bilmaydiki u Matlubani maktabni tugatishini kutyapti. Tugatgan kuni sovchi qo'yadi. Rozi bo'lmaguncha. Agar Mirjon aka shunday ham qizini bermasa, shartta o'g'irlaydi. Biladi, Mirjon aka uchun or-nomus birinchi o'rinda. Sharmanda bo'lmay deb qizini qo'shqo'llab topshirib yuboradi. Baribir biror joyga shikoyat qila olmaydi. Qobilni esa ishi o'ngidan kelib, niyatiga yetishadi. Matluba maktabga ham oyisi bilan boradi. Oyisi bilan qaytadi. Shunday qilishmasa Qobil tinch qo'ymaydi. Mana, o'qish tugashiga ham 2 oy qolgan. Shu 2 oy tinchgina o'tsa, keyin omadi chopsa oliygoh talabasi bo'ladi. Bilimiga ham ishonadi. Ota-onasi uning bilim olishi uchun hamma sharoitni yaratib bergan. Ha deganda uy ishlariga aralashtiravermaydi. Mirabrorning xotini Lola ham ishlarni o'zi joy-joyiga qo'yib qo'yardi. U oliygohda o'qimagan bo'lsa-da, hunarli edi. Parda tikardi. Buyurtmalari ko'p edi. To'ydan keyin homilador bo'lgach, Mirabror ruxsat bermadi. Bolani qiynab qo'yasan deya. Lola ham eriga itoatli ayol edi. Mirabrorning har bir talabini rad etmay bajarardi. Doimo parda tikib bo'sh vaqti bo'lmagani uchun ham uyda tinch o'tira olmas. Bir nima ishlar topib qilib yurardi. Farzandli bo'lgach ham hunarni boshlamadi. Hozirda uy ishlari va bola tarbiyasi bilan band. Matluba ham kelinoyisiga ishlarda yordam berardi-yu, ammo ko'p vaqti kitob o'qish bilan o'tardi. Matlubani oyisi Olima opa 2 kundan beri oyog'i og'rib, ishga bora olmadi. Shuning uchun ham Matluba yolg'iz ketishga majbur bo'ldi. Birinchi kun tinchgina o'tgan bo'lsa, keyingi kuni Qobil yana yo'lidan chiqdi. Bu safar Mirabror nimadir yumush bilan uyi tarafga kelayotganda, singlisiga shilqimlik qilayotgan Qobilni ko'rib, asablari tarang bo'ldi. Qobil Mirabrordan 2 yosh kichik. Gavdasi ham Mirabrorga nisbatan kichikroq. Ularga asta yaqinlasharkan, singlisi Qobilni jerkib berayotganini guvohi bo'ldi. Nega tushunmaysiz? Boring, yo'lingizdan qolmang. Itni ham haydasa ketadi. Bunchalik bez bo'lmaydi-ku odam degani. Qizaloq, ja og'zingga erk berib yormadingmi?
Erk bersa nima qilasan? Assalomu alaykum Abror aka, yaxshimisiz? Bor, yo'lingdan qolma. Seni oldin ham ogohlantirgandim. Ko'ngilga buyruq berib bo'lmas ekan. Mirabror ana shu gapdan so'ng Qobilga musht tushirgan edi. Matluba esa o'sha vaqtni o'zida qadamini tezlatib uyga yugurgandi. Darvozadan yo'q qo'ygandek kirib kelgan qaynisinglisini ko'rgan Lola unga peshvoz chiqdi. Matlubaxon, tinchlikmi, nima bo'ldi? Kelinoyi, juda yomon bo'ldi. Yana Qobilmi? Ha, o'sha. Akam hozir uni ta'zirni beryaptilar. Qo'rqib ketyapman. Dadam eshitsalar nima bo'ladi? Meni o'ldiradilar-ku. Sizni aybingiz yo'q bu yerda. Baribir ham juda xafa bo'ladilar. Matluba yig'lab yubordi. Bo'ldi, uyga kiring. Kiyimingizni almashtirib chiqing. Hech gap bo'lmaydi. Meni aytdi dersiz. Matluba yig'lagancha uyga kirdi. Xonasida o'tirib ham yig'lardi. Akasi nima deb o'yladi ekan? Juda uyatli ish bo'ldi-da. Qobil ham gapga tushunmaydi. Tengini topsa bo'lmasmikin? Bezovta qilma degan bilan kelaveradi. Jonga ham tegib ketdi bu bezbet. Mirabror ko'p o'tmay qaytib keldi. Lola, qayerdasan? Labbay dadajonisi. Matluba xonasidami? Ha. Borib ayt, akangiz kiryaptilar de. Xo'p bo'ladi. Mirabror kirib kelganda Matluba yig'lagandan ko'zlari qizarib, bir ahvolda edi. Xafa bo'lma singlim. Uni adabini berib qo'ydim. Yana yo'lingda paydo bo'lsa, menga ayt. Otasini oldiga boraman. Maktab o'quvchisiga gapirishni kim qo'yibdi unga? Puli oshib-toshib yotibdi-ku, o'g'lini uylantirib qo'ysin. Dadam bilib o'tirmasinlar. Keyin maktabga yubormay qo'ymasinlar. Rahmat aka. Yaxshiyam borsiz. Bo'ldi. O'zingni tartibga keltir. Yig'laganing bilinmasin. Xo'p aka. Mirabror chiqib ketdi. Matluba ham hovliga chiqib yuzini 3-4 bora muzdek suvga yuvgach, biroz o'ziga keldi. Sezganingizdek Qobil jo'ralari bilan o'tirgan kun ana shu vaziyatda Mirabrordan musht yegan edi. Naba aka bugun odatiga xilof ravishda uyda qoldi. Dadajonisi, bizni uyda ham bayram bo'larkanda. Zot oliyalari, nega bunday deyapsan? Uyda qoldingiz-ku, shunga-da. Biroz charchabman. O'zingizni o'ylamaysiz. Bunaqada kasal bo'lib qolsangiz nima bo'ladi? Yomonga o'lim yo'q. O'ylama. Sizni o'ylamay bo'ladimi? To'g'ri aytding. Menga biror nima bo'lsa, keyin senga jaraq-jaraq pullarni kim beradi? Boring-ye. Bilganingizni qiling. Menga pullaringiz kerak emas. Men sog'ligingizni o'ylasam, gapirayotgan gapingizni. Darrov qovog'ingni osma. Hazillashdim-ku. Hazilingizni qo'ying. Undan ko'ra ana, arzandangizga gapiring. Yoshi o'tib ketyapti. Uylanay demaydi. Ish fikri ko'chada sang'ishdan boshqa narsa emas. Qayerda hozir? Xonasida. Kecha kech kelgan. Uxlayapti. Kim olib keldi? Dilshod. Shu boladay bo'lmadi-da sira. Ishni ko'zini biladi. Yaqinda mendan yordam olib do'kon ochdi. Qarzini ham qaytardi. Omadini bersin. Bizni o'g'il esa ammamni buzog'i. Bor chaqir. Turmaydi. Bor dedim senga. Buningni doim Dilshod keltirib qo'yish kerak. O'zi uyini topolmaydi. Xo'p, hozir. Yorqinoy opa imillagancha o'g'lini xonasiga kirdi. Qobil. Hoy Qobil. Oyi, uxlamoqchiman. Qobil ko'rpani ustiga yaxshiroq o'ragancha teskari qarab yotdi. Qobil, tur dedim senga. Turmasang, mana bu suvni quyaman ustingga. Dadangga qara. Yorqinoy opa bokalni to'ldirib suv oldi. Oyi, uyqum kelyapti. Keyinroq chiqarkan deng. Tur dedim. 1 2 Uf. Mana turdim, hozir chiqaman. Qobil erinibgina o'rnidan turdi. Yorqinoy opa erini yoniga borib o'tirdi. Yoshi 45 ga bo'lsa-da, hali hamon 30 yoshli ayollardek edi. O'zini juda yaxshi ko'rar, hamma narsani a'losini o'ziga ravo ko'rardi.
Ana, keldilar erkatoyimiz. Assalomu alaykum dedi oyi. Va alaykum salom. Ol, nonushta qilib ol. Ketmaydi hozir hech nima. Zoti oliyalari, unda bu yerni yig'ishtirib oling. Hozir. Yorqin opa dasturxonni yig'ib bo'lib joyiga o'tirdi. Qani, boshla. Qobil, seni uylantirmoqchimiz. Yana shu gapmi? Gap qaytarmasdan eshitqani onangni ham? Yoshim 50 ga qarab ketyapti. Hamon uy ishlarini qilaman. Oyi, qo'ysangizchi. Bir kun xizmatchi kelmaganiga o'zingizni jabrdiyda ko'rsatmang. Gap bunda emas. Biz ham nevara ko'raylik deymiz-da. Hali beri uylanmayman. Qachon ishga kirasan unda? O'zimga mos ish topilmayapti. Izlayapman. Senga qolsa ish siri topilmaydi. Ertaga Ahadning yoniga bor. Senga ish topib beradi. Ishlaysan. Yetar shu paytgacha meni topganimni sovurganing. Dadalama. Bu birinchi masala. Ikkinchisi, uylanasan. Gap tamom. Hozir iloji yo'q. Nimaga? Hali maktabni bitirmabdi. Sen hali go'dakka uylanmoqchi bo'lib yuribsanmi? 18 ga kirgan. Hali yoshda. O'zingga mosini topsang o'lasanmi? Yorqin opa ham jim tura olmadi. Oyi, men undan boshqaga uylanmayman. Kim? Kim ekan u? Mirjon domlaning kichik qizi. Nima? Endi men kelib o'sha zoti pastlar bilan quda bo'lamanmi? Bekorlarni aytibsan. Zo'rg'a oylikka kun ko'rishadi-yu. Xotinni ko'rganmisan? 5 yildan beri bitta paltoda yuradi. Yo'q, men rozi emasman. Bo'lmasa kelin ham yo'q. Men boshqaga uylanmayman.